Men bu sohaga juda yoshligimdan kirib kelganman. U paytlarda art sohasi unchalik rivojlanmagan. Rassomchilik orqasidan hech kim pul topib bo'lmaydi, daromad qilib bo'lmaydi deb o'ylaydigan zamonlar bo'lgan. Bitta nonam topib yeyolmaydi rassom inson deyilardi, lekin meni muhabbatlarim asosan pul o'rin egallaganligi uchun, chunki u paytda juda yosh bo'lganman. Faqatgina o'zimni qiziqishim uchun shug'ullanib yurganman. Budagi 8-7 yoshlarim o'rtasida faqatgina uyda o'zimni qiziqishlarim bilan, hobbilarim bilan shug'ullanib yurgan qiz bo'lganman. Asosan mana shunaqangi yo'nalishlarga kirib ketishimga meni xo'jayinim turmushga chiqqanimdan keyin sababchi bo'lishgan. Oddiy kichkina kartinalarimni ko'rib turib, siz kattaroq ish qila olasiz, kattaroq ish qiling deyishardi. U paytda menda qo'rquv bo'lgan. Yo'q, men eplolmayman, men hech qachon o'qimaganman degan narsa bo'lgan. Bu kelinimizni olganimda bunaqangi hunari borlarni hech tasavvurimizga sig'maganimizni, ba'zi ishlarini ko'rib, o'zimiz ham hayratda qolib, qanaqangi sharoit bo'lsa, sharoitlarni moslab, iloji boricha shu ishlarni rivojlantirishga iloji boricha harakat qilib yordam beryapti. Uyda ishlarni ham o'z vaqtida, bu ishdan bo'shlik paytlarida hamma ishlarni joyiga qo'yib, bolalarni bog'chaga olib kelib, ovqatlantirib, uxlatib, o'shandan keyin bo'shab shu ishlarni davom ettirib, hamma ishlarni harakat qilishyapti, rivojlantirishga. O'zim kichkinagina blogchani yuritardim. Ilk qilgan ishlarimni chiroyli rasmlab videolarga qo'yib, o'sha blogga qo'yganman. Shunday qilib o'z auditoriyamga ega bo'ldim. Shu sababli menga zakazlar berishni boshlashdi. Hozirda o'zim ustimda onlayn ishladim, ya'ni internetda uyda o'tirgan holatda o'zim uchun kasblar qidirib, mana shu yo'nalishimni, o'zimni art sohamni zamonaviy insonlar talabiga mos keladigan, ularga yoqadigan yo'nalishlarga o'zgartirdim. Ya'ni xattotlik, an'anaviy xattotlikni zamonaviy art yo'nalishiga olib chiqdim. Hozirda har bitta uylarimiz interyeri juda ham sodda, abo'ylardan voz kechgan holatda bo'lyapti. Biz mana shunaqangi oddiy, hech qanaqa abo'ylarsiz, gul qog'ozlarsiz uylarni kartinalarimiz orqali bezayapmiz. Mana shu an'anaviy xattotlikni zamonaviy art kalligrafiya yo'nalishi qilib O'zbekistonga olib kirdik. Hozirda bu sohaga qiziquvchilar, o'rganuvchilar ko'p. Sotib oluvchilar ko'p bo'lganiga qaramasdan, uni o'rganaman degan yosh qizlarimiz ham juda ham ko'p. Uyda o'tirgan holatda bemalol bu narsada farzandlaringizni shunday qilib qo'ygan holatingizda 2 soat kelib chizib qo'ysangiz, shuna qilib zakazingiz tayyor bo'lib, ham o'zingiz xursandsiz, o'zingiz maza qilib turgan ishlarni qilyapsiz, shu orqali daromad topyapsiz deb sekin-sekin bir-biriga qo'shilib rivojlanib